Endi esa to'liq tafsilotlar bilan tanishing. Jizzax shahar hokimligida xalq deputatlari Jizzax shahar kengashining 7-chaqiriq 18-sessiyasi bo'lib o'tdi. Unda shahrimiz ijtimoiy-iqtisodiy hayoti bilan bog'liq bir qator masalalar ko'rib chiqildi. Dastlabki lavhamiz shu haqida. Dastlab xalq deputatlari Jizzax shahar kengashining 7-chaqiriq 18-sessiyasini xalq deputatlari Jizzax shahar kengashi raisi Musaxon Imomov ochdi va olib bordi. Sessiyada kun tartibiga aloqador korxona tashkilotlari vakillari, shahar hokimi o'rinbosarlari, deputatlar va ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdilar. Shundan so'ng kun tartibidagi birinchi masala Jizzax shahrida 2026-yilda hududlarni yangicha yondashuv asosida rivojlantirish orqali aholi daromadlarini oshirish, barqaror ish o'rinlarini yaratish hamda kambag'allikni qisqartirish borasida olib borilayotgan ishlar haqida Jizzax shahar hokimining birinchi o'rinbosari Sirojiddin Haydarovning axboroti tinglandi. Taqdim etilgan axborot bo'yicha deputatlar tomonidan muzokaralar ham olib borildi. Mahallalarda tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yish istagida bo'lgan fuqarolarga o'zini o'zi band qilgan shaxslarga garov ta'minotisiz ajratilgan kreditlar miqdori 50 million so'mgacha belgilandi bu yil. O'tgan yillar 33 millionga berilardi. Chorvachilikka ixtisoslashgan mahallalarda import qilingan va sertifikatlangan naslli chorva mollari xaridi va tuyachilik uchun kredit miqdori 100 million so'mgacha. Sessiya kun tartibidagi navbatdagi masala Jizzax shahrida investitsiya sohasining rivoji, xorijiy investitsiyalarning o'zlashtirilishi borasida Jizzax shahar hokimi o'rinbosari Ulug'bek Jo'rayevning axboroti tinglandi. Unga ko'ra, o'tgan 2025-yilda 18 ta loyiha doirasida 210 million dollarlik to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar va kreditlar o'zlashtirilib ishga tushirilganligi ma'lum bo'ldi. 2026-yil rejasi haqida gapirsak, yangi loyihalar bo'yicha dastlabki bizda 2 trillion so'mlik bugungi kungacha 50 bitta yangi investitsiya loyihalar shakllantirilib bugungi kungacha ro'yxatdan o'tkazildi. Belgilangan tartibda amalga oshirish bo'yicha tarmoq jadvallari tuzilib, tadbirkorlar bilan investitsiya vazirligiga taqdim etildi. Ushbu loyiha 50 bitta loyiha doirasida ish o'rnini aytib o'tsak, 1200 ta yangi ish o'rni yaratish belgilangan. Shuningdek, Jizzax shahar iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i o'rinbosari Jasur Tojiboyev tomonidan 2026-yilda alkogol mahsulotlarini realizatsiya qilish huquqi va yig'imlarining cheklangan stavkalarini oshirish bo'yicha takliflari o'rtaga tashlandi. Bundan tashqari, Jizzax shahar obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan shahar markaziy ko'chalari bo'yidagi tadbirkorlik subyektlari bilan shartnoma asosida chiqindilarni olib chiqish va ular uchun to'lov tariflarini belgilash bo'yicha ham qator masalalar deputatlar ishtirokida muhokama qilindi. Undan so'ng esa Jizzax shahar mahalliy byudjetining 2026-yil boshiga shakllangan erkin qoldiq mablag'larini xarajatlarga yo'naltirish to'g'risidagi masala ham ko'rib chiqildi. Shuningdek, o'tkazilgan sessiya to'g'risida sessiya kotibining axboroti ham tinglandi. Yuqoridagi barcha masalalar yuzasidan qarorlar qabul qilinib, sessiya o'z ishini yakunladi.